Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Juma taxta bozoridamiz. Sizlarni taxtalarning narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Bu taxtamiz 14 ga 4. Narxiga keladigan bo'lsak 130 ming so'm. Narx 14 ga 4 kishi taxtamiz. Bu birisimiz 17 ga 6 biris. Bu narxi 255 ming so'm. Bolar o'rnida ishlatsalaringiz bo'ladi. Faragonlar uchun asosan qo'yiladigan taxta. 14 ga 5 strapilamiz. Sasdan strapila. Buni narxiga keladigan bo'lsak 155 ming so'm. Dimovkalarimiz vassalik uchun 14 ga 2,5 deyiladi. Minusavoy dimovka. Buni narxi 50 ming so'm. Ya'ni internet orqali kelsalaringiz, xudo xohlasa skidkalari bor. 12 ga 4 strapilamiz 6 metrlik. Buni narxi 90 ming so'm. Kimga shunaqa taxtalar kerak bo'lsa, xudo xohlasa kelsalaringiz hammasini chiroyli narxlarda qilib beramiz, xudo xohlasa.